Ko'pchilikni juda ham kuchli o'ynagisi keladi, lekin qanaqa trenirovka qilishni bilmaydi. Men esa sizlar o'ylagan holda Miroy o'yinchidan darslik sotib oldim. Va endi u bergan har bitta maslahat va qanday trenirovka qilish sirlarini sizlarga tekkinga berib yubormoqchiman. Hozir sizlarga hamma sirlarni ochib berayman. Undan oldin mana shu videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, 5 kun ichida 20 mingta bo'lishimiz shart. U o'yinchi kim va qayerda Miroyda turibdi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Xo'p, o'yinchining to'liq nomi KFRN, ya'ni Kameta Family'dagi o'zimizning eng kuchli igrok va Ultimate Royal bo'yicha hozirda dunyo bo'yicha top 1da turibdi. Va ko'pchilik bilasizlar, Kametani chet elga chiqaryapti. Bunga asosiy sabab mana shu o'yinchi. Va u darslikni men o'z Telegram kanalimga 10 minutlik video qilib tayyorlab qo'yganman. Va uni ichida to'liq hamma narsa bor. PUBG grafikalaridan tortib, chusni qanday to'g'irlashgacha. Va Rain bilan sizlarga kelishib, biz sizlarga kattagina sovg'a tayyorlab qo'ydik. بعد معنا 5 mingta, Xurshid 20 mingta bo'ladigan bo'lsa, bizlarning qo'limizda tarafdan 10 ta yo'qotib sizlarning qo'lingizdan keladigan umid qilamiz. Konkursni boshlagan vaqtimiz Telegramda o'zimiz e'lon beramiz va Telegramga qanday o'tish videosini pastdagi videodan ko'rishingiz mumkin. Agarda menga yangi device olishga o'rganishmoqchi bo'lsanglar, akkaunt sotib olishinglar mumkin. Silkalar aktualnida.